Birinchi bo'layotgan muammo, kecha video qo'yganimdan keyin rosa ham ko'pchilik telefon qildi, yozdi ham. Shamollash, ish ketish, pixirlash, o'zini o'zi salto otib o'lib qolish. Mana shu narsalarga dorilar tayyorlab qo'ydim. Ish ketishiga oldin ham ishlatganman, Zinaprimni ishlataman, gramlik. Effekti zo'r. O'zim foydalanib, o'zim rezultat ko'rgan narsalarim bilan hozir bo'lishmoqchiman. O'zim mana shu narsalarni ishlataman. Shumshayib turgan tovuqqa yoki xo'rozga antibiotik qilish o'zi noto'g'ri. Birinchi bo'lib vitamin bilan immunitetini ko'tarib olish kerak, asli qoidasi bo'yicha. Vitaminning reklamasi emas bu. Men ishlatadigan narsa bu. Birinchi bo'lib vitamin bilan immunitetini ko'tarib olib, keyin antibiotik beramiz. Pixirlashi, burunlari oqishi, umuman kallasi ishlamay qoladi tovuqda. Antibiotiklar ishlatib boshlaganimdan beri mashinaga ishlataman. Boshqasi ham bor ekan. Men o'zim foydalanadigan makrolar bilan doksin. Pixirlash shunga o'xshagan narsalarda birinchi bo'lib mana shu yo'qotadi. Bu ichki ketishlar hozir bizdagi muammo, meni fermamdagi muammo 2-3 oyda ko'rdim, ichki ketib yashil ichki kelyapti. Shularda birinchi shamollashni oldini olib olamiz. Chunki harorat o'zgaryapti, issiqdan chiqib tashqariga sovuq suv ichib qo'yapti. Ichida muammo bor. Shuning uchun qinalab mana aqlib yuribdi, dumini pastlatib olib. Alohida lecheniya qilamiz. Lecheniyani protsessini bo'lishib boraman. Nasib bo'lsa lecheniya samarali bo'lsa, u narsani o'zingiz ko'rasiz. O'lsa ham o'ldi deyman. Bizda hamma yo'q, ochiq oydimi? Sababini qilib qo'yishimiz kerak. Relaxda tuxumini qo'yib beradi keyin. Vitamin A, D, Z deb qo'ygani stressda samaraligi mana shu. Vitamin stress degani qati ishini to'xtatadi. Tulovda qiynalayotgan bo'lsa, tulovini chiroyli qilib, tulovini tugatib berishiga zo'r foyda beradi. Bizning farzandcha ham hozir tulovda, nasib bo'lsa bulardan olib ketamiz. Yordamda bu quruq makka bilan bug'doy yeb yurdi-yu bechara tovuq. Axir bular endi vitamin bo'lib, har qanday rivojlanib olishiga qancha samarali bo'ladi, xudo xolasa. Betapteka Marg'ilonning yuragida joylashgan xonaqa masjidning yonida. Lokatsiya ham zo'r. Prям sentrda yuraydi. Akam nomerini ham qoldiraman. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, yoki Chorvezda qanaqadir problem bo'lyapti, parandalaringizda problem bo'lyaptimi? Akam любой payt 24/7 svязda bo'ladi. O'zlari borib, parandaga qanaqa yoki chorvaga qanaqadir muammo bo'lyapti, yechimini qilib beradi. Dori-darmonlarni eskitdan biladi, ota kasb bo'lardi. Marg'ilon bo'yicha filiallari 2-3 ta betaptekalari bor. Любой payt telefoningizga javob berib, sizga maslahatini beradi. Agar dori-darmonlarga kelishingizga imkoningiz bo'lmaydigan bo'lsa, dorini olib ketgani, akam shu yerdan turib pochtadan quvashga imkoni bo'ladi. Betaptekaga akam o'ta dahshat xavfsizlik qilib qo'ygan. Yo'q narsani o'zi yo'q. Chet ellikka desangiz, chet ellikka bor. Liboy dorining turidan bor. Narxi ham cho'ntay bor. Qolganlar bilan bir balandroq yoki boshqacha emas. El qatori hammadan. Arzon bo'lsa arzonki, qimmat emas, xudo xolasa, jo'la bo'lib qoladiganmiz. Akam bilan men eskidan tanish, aka tajribali, xudo xolasa, nimaiki kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomer, adreslarni hamma yo'qni yozib qo'yaman. Xizmat bo'ladigan bo'lsa, akaga aloqaga chiqarasizlar. Akam xudo xolasa xizmatda. Salomat bo'linglar.